Ya'ni agar siz yonib turgan vaziyat bo'lsa, juda ham pul zarur bo'lib turgan bo'lsa, kredit karta sizga yordamga keladi. Xullas o'rtoqlar, TBS bankdan 5 oy oldin Osmon kart kredit kartasini oldim va shu davr mobaynida kartani ishlatib ko'rib, foydalanib, qulayliklarini, noqulayliklarini ko'rib, bu videoda sizga bir nechta qisqa manfaatli informatsiyalarni berib o'tmoqchiman. Videoga e'tibor bering, albatta foydali bo'ladi. Xullas, ushbu kartadan 5 oy davomida foydalanib, menga nimalari qulay bo'ldi? Ya'ni agar siz yonib turgan vaziyat bo'lsa, juda ham pul zarur bo'lib turgan bo'lsa, aynan shunaqa paytlarda kredit karta sizga yordamga keladi va siz u pulni bemalol ishlatasiz. Misol uchun korzinka, apteka, zapravka, umuman olganda istalgan joyingizni bemalol to'lovlarni amalga oshirib yuraverasiz va 55 kungacha bu pulni siz qaytarib qo'ysangiz, sizdan hech qanday foiz olinmaydi, yana limitingiz qayta tiklanadi. Faqat bir tomoniga ozgina e'tibor berib qo'yasiz, ya'ni ushbu kartadan naqd pul yechadigan bo'lsangiz, sizdan komissiya olinadi hamda ushbu yechilgan pul imtiyozli davrga amal qilmaydi. Ya'ni o'sha yechilgan pul uchun sizga foiz hisoblanadi. Xususan TBS bankda ushbu kartani hech qanday ish haqisiz, kafillarsiz, garurlarsiz, bor yo'q plastikingizdagi pul aylanmasidan kelib chiqib, maksimal 50 million so'mgacha olishingiz mumkin. Agar kartadan ozgina mas'uliyat bilan foydalansangiz, ya'ni ishlatgan pulingizni 55 kungacha qaytarib qo'ysangiz, bu sizga faqatgina qulaylik yaratadi. Ya'ni sizdan hech qanday foiz olinmaydi. Ushbu kartaga TBS bank ilovasiga kirib, kredit kartalar bo'limidan buyurtma qilishingiz mumkin. Agar Toshkent shahrida bo'lsangiz, 1 ish kuni ichida, agar viloyatlarda bo'lsangiz, uzog'i 3 ish kuni ichida karta mutlaqo bepulga qo'lingizga yetkazib beriladi. Ushbu ma'lumotlardan tashqari hayotingizga manfaatli hamda foydali bo'lgan ma'lumotlarni bizning kanalimizda kuzatib boring.